Jorj Samuel Clayson. Moliyaviy muvaffaqiyatning qadimiy sirlari. Vavilonlik eng boy odam. Muallif so'z boshi. Millat ravnaqi fuqarolar farovonligi darajasi bilan o'lchanadi. Qo'lingizdagi risolada har bir shaxsning maqsadga erishishi yo'lidagi imkoniyat darajalari ko'rsatib o'tiladi. Muvaffaqiyat bu faol harakat va mahorat tufayli qo'lga kiritiladi. Uning kaliti maqsad mohiyatini to'la va to'g'ri anglab olishdadir. Faoliyatimizdagi mantiq fikrlashimizdagi mantiqdan ustun bo'lmaydi. Fikrlashimiz darajasi qay nuqtagacha yeta olsa, aqlimiz o'lchami ham undan o'tib ketmaydi. Ushbu kitob orqali sizga havola etilayotgan taklif, tavsiyalar qashshoqlikdan xalos bo'lishning moliyaviy qonunlarini o'zlashtirib olishda ko'mak beradi. Chunki shu asoslarni o'rnatib olgach, mablag' jamg'arish, saqlash va undan daromad olishni bilishda pulning sir asrorlaridan voqif bo'lish zaruriyati ravshanlashadi. Navbatdagi boblarda esa bizning kunlarimizgacha eng ahamiyatli masala moliyaviy qonunlar va uning dastlabki vatani qadim Vaviloniya, sharqliklar ifodasi bo'yicha ko'hna Bobilgacha olib boradi. Ushbu kitob muallifining yagona orzusi va tilagi moliyaviy farovonlik bosqichlarini qadam-ba-qadam zabt etayotgan millionlab o'z o'quvchilarining tom ma'noda millionerlarga aylanishlarini umid qiladi. Asarda olg'a surilgan iqtisodiy moliyaviy loyihalar ming-minglab ishbilarmonlar, tojirlar, tadqiqotchilar sinovidan o'tgan ishonchli tajribalar hosilasidir. Antik dunyoning eng gullab yashnagan, rivojlangan davlati Vavilon haqida juda ko'plab tarixiy hujjat va haqiqatlar, rivoyatlar hayratomuz tarzda bizning kunlarimizga yetib kelgan. Uning xalqi qashshoqlikni mag'lub qilib, farovon kelajak yaratish qonun-qoidalarini kashf eta olganlar. Ular pulning qadr-qiymatini, mohiyatini, moliyaviy temir qonunlarini bilgan holda, ayni vaqtda bugun biz nimaga intilayotganimizni, ayniqsa kambag'alchilikdan najot topish yo'llarini ko'rsatib ketgan. Vavilonning eng boy odami. Pul jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi mezondir. Pul hayotdagi barcha shodliklarga yetkazuvchi kuchli vosita. Pul o'z qadr-qiymatini anglagan, saqlash va jamg'arishning eng oddiy qonunlariga rioya qilgan kishilarni sevadi. Butun dunyo kapitali bugungi kunimizda ham 6000 yil muqaddam Vavilonda mavjud bo'lgan moliyaviy qonunlar asosida boshqariladi. Boylikka intilgan odam. Aravasoz Benzir hovlisini o'rab turgan pastgina panjaraga o'tirib, o'zining nochor uyi va qarib bitkazilgan arava turgan ustaxonasiga xomush tikilib o'tirardi. Uyining ochiq eshigidan har zamonda xotini qarab qo'yardi. Uning nigohlari uyda tirikchilik uchun hech vaqo qolmaganini, ishga kirishish fursati yetganligini eslatib turardi. Ammo qimirlamasdi. Yefrat vodiysiga xos quyoshning jaziramasi ayovsiz kuydirardi. Qoshlari ustida oqayotgan mayda ter tomchilari yuzidan pastga oqardi. Uyining orqa tomonida podshoh qasrini o'rab turgan baland devorlar qad ko'targan. Moviy osmon bezakli Bel ibodatxonasini yoritib turardi. Bu bahaybat bino soyasi Benzirning g'aribona kulbasi hamda boshqa ko'pchilik uylarga ham tushib turardi. Vavilonda ulug'vorlik va nochorlik, boylik va shafqatsiz qashshoqlik qorishib, tartibsiz shaharning
mahobatli devorlari ostida jam bo'lgan. U orqasiga o'girilib qarashga harakat qilganda, ko'cha savdogarlari va qashshoqlarni chetga siqishtirib, bir-biriga yo'l bermay borayotgan aravalarni ko'rgan bo'lardi. Bunday paytda shoh xizmatida suv tashuvchi qullarning uzundan uzun safiga yo'l berish uchun chetdan aravani haydashga majbur edilar. Har bir qul osma bog'larni sug'orish uchun suv to'ldirilgan og'ir meshlarni ko'tarib borardi. Benzir shahardagi tinimsiz harakatlarni eshitmas va ularga e'tibor ham bermasdi. Tanish lira, qadimgi cholg'u turi sadosidan u o'ziga kelib, qarshisida kayfiyati chog', yaqin do'sti sozanda Kobbi turganini ko'rdi. "Senga Allohning behisob karami bo'lsin, mening aziz do'stim", dedi Kobbi. "Bilishimcha shundoq ham senga allaqachon yaxshilik qilib qo'yishganga o'xshaydi. Baxtingga sherik bo'lib, birgalikda quvonishga ijozat et. Men hatto uni sen bilan baham ko'rishni istadim. Iltimos, menga bugungi bayram kunining nihoyasigacha atiga 2 shekel pul berib tursang, men ularni hamyoningdan yo'q bo'lib qolganini sezishingdan ham oldinroq qaytaraman." "Agar menda 2 shekel bo'lganida ham", qovog'ini solib javob qildi Benzir. "Ularni hech kimga, hatto senday yaqin do'stimga ham bera olmasdim. Chunki ular mening bor yo'q boyligim bo'lardi. Boylikni esa hech kimga, hatto eng yaqin do'stlarga ham berishmaydi." "Nimalar deyapsan? Hamyoningda bitta ham shekel yo'qligiga qaramay qotib o'tiribsanmi? Aravani nega bitkizmayapsan? Ishtahangni nima bilan qondirmoqchisan? O'zingga o'xshamayapsan do'stim. G'ayrating qayerda qoldi? Seni nimadir ranjitdimi?" "Ha, nimasini aytay?" Hammasi o'sha bema'ni tushdan boshlandi. Ichi tangalari to'la chiroyli qiz hamyon belbog'imdan osilib turardi. Unda shekellar ham bor edi. Men ularni boqib beg'amlik bilan tilamchilarga ulashardim. Kumush tangalarni esa xotinimga taqinchoq va o'zimga sovg'alar sotib olishga sarflardim. Unutilmas xursandchilik va mamnunlik tuyg'usi ko'nglimga o'rnashib oldi. Sen mendagi o'zgarishni ko'rib, ilgari mehnatkash do'stingni tanimagan bo'larding. Xotinimni aytmaysanmi? Uning chehrasida bitta ham ajin yo'q. Baxtdan yuzidan nur taralardi. U yana meni qachonlardir sevib qolgan quvnoq qizga aylanib qolgan edi tushimda. "Ha, chindan ham yoqimli tush, Benzir. Lekin nega endi qalbingda uyg'ongan shunday ajoyib hissiyot seni g'am-g'ussaga botgan haykalga aylantirib qo'ydi? Shoshmasdan qolganini eshitsang-chi?" Uyg'onganimdan keyin hamyonim bo'mbo'sh ekanligi esimga tushib, meni qattiq norozichilik chulg'ab oldi. "Bu muammoni hal etishda menga yordam ber. Axir dengizchilar tili bilan aytganda, biz sen bilan bir kemada ketyapmiz. Yoshligimizdan ilm izlab, ruhoniylarga qatnardik, birgalikda vaqtxushlik qilardik. Yillar davomida do'stligimiz faqatgina mustahkamlanib bordi. Biz o'zimizdan va hayotimizdan mamnun edik. Mehnat qilib pul topish bizga huzur baxsh etardi. Maoshimizni esa emin-erkin sarflardik. Oxirgi paytlarda biz ozmuncha pul ishlab topganimiz yo'q, lekin boylik qanchalik xursandchilik olib kelishini bila turib ham u haqida faqat orzu qilishdan nariga o'tmayapmiz. Eyvoh! Endi tovuq miyalardan farqimiz yo'q ekanda. Vaholanki atrofimizda boylik oz emas, lekin ulardan shaxsan bizga qanday naf? Mana qara. Shuncha uzoq mashaqqatli yillardan keyin ham sen mening eng yaqin do'stim, yonimga bo'sh hamyon bilan kelib, mendan qandaydir bir arzimas 1-2 shekel qarzga berishimni so'rayapsan. Xo'sh,
Men bunga nima deb javob berdim? Mana mening hamyonim. Men undagi borini bajonidil sen bilan baham ko'raman dedimmi? Yo'q. Buning o'rniga men hamyonim xuddi senikiga o'xshab bo'mbo'sh ekanligini tan oldim. Nega shunday? Nima uchun bizda ovqatga ham, kiyim-kechakka ham yetarli oltin va kumushlar yo'q? Endi o'g'illarimiz haqida o'ylab ko'r. Davom etdi Benzir. Axir ularning peshonasiga ham xuddi otalarinikiday taqdir bitilgan emasmi, do'stim? Nahotki ular va ularning farzandlariga ham xuddi otalarinikiday taqdir bitilgan emasmi? Nahotki ular va ularning farzandlari keyinchalik esa farzandlarining oilalari ham birovlarning dabdabali hayoti hamda boyligi qurshovida faqat echki suti va bo'tqa bilan qanoatlanib yashashga to'g'ri keladimi? Shuncha paytdan beri sen bilan do'st bo'lishimga qaramay, biror marta ham sendan bunday gaplarni eshitmagandim, Benzir, dedi biroz o'ylanib qolgan Kobbi. Benzir gapida davom etdi. Shu paytgacha bunday fikr hech qachon miyamga ham kelmagan. Tong sahardan kechgacha jon kuydirib ishladim. Eng ajoyib aravalarni yasadim va qachonlardir ma'budlar qilgan mehnatlarimni munosib baholab, menga farovon hayot ato etishlariga umid qildim. Lekin oqibatda bunday bo'lib chiqmadi. Men kutish befoyda ekanligini tushunib yetdim. Shuning uchun qalbim qayg'uga botgan. Men boy bo'lishni istayman. Yerlarim va podalarim, chiroyli kiyimlarim va hamyonim to'la pul bo'lishini istayman. Buning uchun ustaxonamda bor g'ayratimni sarflab, tinimsiz ishlashga tayyorman, lekin shu bilan birga qilgan mehnatim munosib taqdirlanishini istayman. Boshqalardan nimamiz kam, Kobbi? Savolimni yana takrorlayman. Nima uchun biz farovon hayot kechirayotgan insonlarga nasib qilgan xursandchiliklarning hech bo'lmaganida ozginasidan bo'lsa ham bahra ola olmaymiz? Nima uchun? Bu savolingga javob bera olmayman, xitob qildi Kobbi. Mening hayotim ham senikidan ortiq emas. Liradan keladigan daromad tez sarf bo'lyapti. Oilam och qolmasligi uchun pulni o'ylab ishlatishimga va tejashimga to'g'ri kelyapti. Mening ham qalbim to'g'rida saqlab yurgan niyatim bor. Qani endi katta liraga ega bo'lsam, uning jarangida shunaqangi ohanglar yaratardimki, a'zoyi badaning jimirlab ketardi. Bunaqa asbob bilan yaratilgan ushbu sehrli kuy hatto podshohni ham hayratga solgan bo'lardi. Sen bunday lira sohibi bo'lishga munosibsan, Kobbi. Butun Vavilonda hech kim uni sendan yaxshiroq chala olmaydi. Boshqa hech kim nafaqat podshohni, hatto ma'budlarni ham hayratda qoldiradigan darajada uni mayin kuylata olmaydi. Lekin biz xuddi podshohlarning qullaridek qashshoq bo'la turib, bunday orzuni amalga oshira olmadik. Ana, shovqinni eshityapsanmi? Ular kelishyapti. Shunday deb Benzir daryo tomondan shaharning tor ko'chalari bo'ylab tepaga uzun saf tortib borayotgan, yarim yalang'och, yuzlaridan ter tomchilayotgan suv tashuvchi qullarga ishora qildi. Qullar har bir qatorda 5 tadan bo'lib, suv to'ldirilgan og'ir charm meshlarning og'irligidan 2 bukilib borishardi. Oldinda boshlab borayotgan qulga qara, qanday kelishgan-a? deya Kobbi safning boshida yuksiz, bir tekis qadam tashlab borayotgan zabardast polvonga ishora qildi. Xoynahoy, u o'z yurtida buyuk odam bo'lgan bo'lsa kerak. Ular orasida ajoyib mehnatkash, halol erkaklar ko'p, gapga qo'shildi Benzir. Xuddi sen bilan mendek uzun bo'yli, malla soch shimolliklar, xush tabiatli janublik qora tanlilar
qo'shni mamlakatdan pakana sariq tanlilar. Bularning hammasi kun sayin, yil sayin daryolardan osma bog'larga va osma bog'lardan yana ortga tinmay qatnashardi. Baxtga erishishga hech qanday umid yo'q. Ularning ovqatlari bo'tqa, to'shaklari esa somondan yasalgan bo'yra. Bu bechoralarga mening rahmim keladi, Kobbi. Men ham ularga achinaman, lekin sen baribir meni biz ozod insonlar bo'lsak ham qismatimiz farqi ularnikidan unchalik katta emasligiga ishontirmoqchi bo'lyapsan meni. Gaping to'g'ri, Kobbi. Bunday xayollar menga tinchlik bermayapti. Axir biz yildan yilga qullarcha hayot kechirishni istamaymiz-ku. Shunga qaramasdan oldinda hayotning yaxshilanishiga hech qanday umid bo'lmasa ham ishlash kerak. Ehtimol boshqalarga ma'lum bo'lgan boy bo'lish sirlarini bilmasmiz balki, so'radi Kobbi. Ha, sen haqdirsan. Bunda qandaydir bir sir bor va bu sirni faqatgina shu ishning ustalari bilib olishi mumkin, dedi Benzir. Bugun gap boshladi Kobbi. Men eski oshnamiz Arkadni uchratdim. U o'zining oltin aravasida ketayotgandi. Lekin shunisi ahamiyatliki, u shaharning boshqa zodagonlariga o'xshab menday faqir inson bilan o'zini katta tutgani yo'q. Aksincha, u ko'chadagilarning hammalariga ko'rinarli qilib qo'l berib, men bilan do'stona salomlashdi. Aytishlaricha, u Vavilonning eng boy odami emish, g'o'ldiradi Benzir. Ha, chindan ham boyki, hatto podshohning o'zi ham xazinani to'ldirish haqida gap ketganida unga murojaat qiladi, javob qildi Kobbi. Ha, mabodo Arkadni tunda uchratib qolsam, uning to'la hamyonini tunash istagidan o'zimni tiya olmay qolaman deb qo'rqaman. Qo'ysang-chi shunaqa rasvo gapni. Kishining boyligi hamyonining qalinligi bilan o'lchanmaydi. To'la hamyon ham agarda uni to'ldirib turadigan manba bo'lmasa, tezda bo'shab qoladi. Arkadning har qancha sarf xarajat qilishiga qaramasdan, hamyonini hamisha to'ldirib turadigan daromad bor. Daromad? Mana gap nimada? Xitob qildi Benzir. Menga shunday ishonchli daromad manbai kerakki, men hozirgidek panjara ortida o'tirishim yoki uzoq mamlakatlar bo'ylab sayohatda bo'lishimdan qat'iy nazar, u doimo hamyonimga pul keltirib turish kerak. Arkad hoynahoy daromad manbaini topish yo'lini biladi. Nima deb o'ylaysan? U mening betaraf fikrlarimga aniqlik kirita olarmikin? Menimcha u o'zining o'g'li Nomazirga o'rgatgan. Axir aytishlaricha, otasining hech qanday yordamisiz shaharning eng badavlat odamlaridan biriga aylangan shu emasmi? Kobbi, sen menga ajoyib g'oya berding. Benzirning ko'zlarida o't chaqnadi. Axir do'stdan dono maslahat so'rasam, mendan hech narsa ketmaydi-ku. Har holda Arkad menga begona bo'lib qolmagan. Qolaversa, bizning hamyonlarimiz chimchuqning uyasiday bo'm-bo'sh bo'lib qolganligi hech ham fojia emas. Bu narsa bizni to'xtatmasligi kerak. Sening atrofing boylikka to'la bo'lgan paytda qashshoq bo'lib qolish uyat. Biz boy bo'lishni istaymiz. Yaxshisi, yur. Arkadning yoniga borib, undan va topgan mol dunyosi haqida so'zlab berishini so'raymiz. So'zlaring ajoyib, Benzir. Ular meni ham o'ylantirib qo'ydi. Nazarimda men nima uchun haligacha boylik mazasini tatib ko'rmaganligimizni sababini anglay boshlayapman. Menimcha biz hech qachon axtarmaganmiz ham. Sen sabr-toqat bilan aravalaringni yo'nib, bu ishga bor kuchingni sarflading va nihoyatda o'z ishingning haqiqiy ustasiga aylanding. Men esa ilojim boricha yaxshi kuychi bo'lishga harakat qildim va bunga erishdim ham. Ha, biz o'zimizni baxshida qilgan ishlarimizda muvaffaqiyatga erishdik, to'g'ri aytasan. Mana nihoyat ko'zlarimiz ochilib, oldimizda xuddi
yorug' nur charaqlaganday bo'ldi. U ongimizni ravshanlashtirdi va biz o'zimizni bundan ham ortiqrog'iga munosib ekanligimizni tushunib yetdik. Hayot sirlarini yangidan anglashimiz bizga istaklarimizni munosib tarzda amalga oshirishimizga yordam beradi. Kel, bu ishga yoshlikdan birga o'sgan do'stlarimizni ham taklif qilamiz. Dono odamning gaplarini eshitish ularga ham asqotishi mumkin. Benzir, hamisha do'stlaring haqida g'amxo'rlik qilasan-a? Shuning uchun ham do'stlaring ko'p. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Bugunoq Arqadning oldiga boramiz.